Ko'ngillik o'gini. Assalomu alaykum umaq do'stlar. Men Nafis. Yaxshimisizlar? Hozir hikoya vaqti. Men sizlarga kichik qiz bilan Yomg'ir nomli qisqa hikoyani aytib beraman. Hikoya vaqti. Bir kuni havo shunda yaxshi bo'lib, quyosh parlayotgan, qushqashlar sayrayotgan bu go'zal kunda Nafis ismli bir qiz sirtqa chiqib o'ynamoqchi bo'libdi. Tuyuqsiz qora bulut kelib, quyoshni to'sibdi va yomg'ir yog'ishga boshlabdi. Nafisning ko'ngli yerim bo'lib, yig'ayotgan yomg'irga qarab naqsh etishga boshlabdi. Yağmur tez ketgin, boshqa bir kuni kelgin, sirtqa chiqib men o'ynay, yağmur tez ketgin. Yağmur tez ketgin, boshqa bir kuni kelgin, sirtqa chiqib men o'ynay, yağmur tez ketgin. Nafisning naqsini olgan quyosh qaytadan parlab chiqib, qora bulutni istirib ketkizibdi. Nafis xush bo'lib, sirtqa chiqib, shundoq ko'ngillik o'ynayapti. Hikoyam oxirlashdi. Umaq do'stlar, hikoyamni yoqtirdinglarmi? Agar yoqtirgan bo'lsanglar, uydagilarga, do'stlaringlarga aytib beringlarmi? Bo'ladi amsa, keyingi qatimda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Salam Uyg'ur tili. Ana tilimizni qo'g'dash hammalarning mas'uliyati. Tirish saqla, ching tursaqla, ana tilimiz mangu yo'qolmaydi. Farzandlarimizning ana tilini chiqarishda azroq bo'lsin yordami bo'lg'ay.